Yoshlar kuni munosabati bilan Samarqand davlat tibbiyot universitetida talabalar ishtirokida rahbar va yoshlar mavzusida ochiq muloqot tashkil etildi. Ushbu tadbir yoshlar bilan muloqotni mustahkamlash, ularning huquqiy bilimlarini oshirish hamda kasb tanlashga bo'lgan qiziqishini kuchaytirishga qaratildi. Tadbirda Samarqand viloyati bojxona boshqarmasining mas'ul xodimlari ishtirok etib, talabalar bilan ochiq va samimiy suhbat olib borishdi. Muloqot davomida ishtirokchilar bojxona tizimi faoliyatiga oid muhim ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Dastlab bojxona xodimlari chegara bojxona postlari orqali mamlakatimizga tovarlarni olib kirish va olib chiqish tartibi, taqiqlangan mahsulotlar hamda bojxona sohasidagi amaldagi qonun-qoidalar haqida atroflicha ma'lumot berishdi. Shundan so'ng talabalar tomonidan ayniqsa tibbiyot yo'nalishiga oid masalalar yuzasidan qator savollar berildi. Xususan, dori vositalari va tibbiy uskunalarni respublika hududiga olib kirish va olib chiqish tartibi talabalarni qiziqtirgan asosiy mavzulardan biri bo'ldi. Bojxona xodimlari mazkur savollarga javob berar ekan, amaldagi tartib-qoidalar, belgilangan cheklovlar hamda zarur hujjatlar to'g'risida batafsil tushuntirishlar berishdi. Muloqot davomida talaba yoshlar bojxona tizimida faoliyat yuritish imkoniyatlari bilan ham qiziqish bildirib, ishga qabul qilish tartiblari haqida ma'lumot olishdi. Ta'kidlanganidek, bunday ochiq muloqotlar yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularni bandlikka yo'naltirish va kelajakka ishonch bilan qadam qo'yishlarida muhim ahamiyat kasb etadi. Navoiy viloyatida yoshlar kuni munosabati bilan tashkil etilgan navbatdagi uchrashuv o'zgacha tayyorgarlik va ko'tarinki ruhda yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ma'muriy binosida o'tkazildi. Yoshlar o'rtasida yo'l harakati xavfsizligi madaniyatini shakllantirish mavzusidagi mazkur tadbirga Oliy va umumta'lim muassasalari, Ichki ishlar vazirligi, Navoiy akademik litseyi tinglovchilari, bir guruh sportchilar, shuningdek 3 va undan ortiq qoidabuzarlik sodir etgan yoshlar ishtiroki ham ta'minlandi. Dastlab yo'l harakati qoidalari yosh targ'ibotchisi klubi a'zolari tomonidan harakatlanish madaniyatini targ'ib etuvchi sahna ko'rinishi namoyish etildi. Shundan so'ng o'quvchi yoshlar yo'l transport hodisalarining oldini olish hamda harakat xavfsizligini ta'minlash borasida foydalaniladigan zamonaviy texnik vositalar hamda qurilmalar bilan tanishdilar. Ochiq muloqot avvalda ta'sirchan videorolik namoyish etilib, mas'ul rahbarlar tomonidan viloyat hududida yoshlar ishtirokida sodir etilgan yo'l transport hodisalari, huquqbuzarlik va jinoiy holatlar, ularning sabab va oqibatlari xususida batafsil so'z yuritildi. An'anaga muvofiq o'zlarini qiynab kelayotgan muammo, taklif, mulohazalar bildirish va savollarga javob olish uchun navbat yoshlarga berildi. Ochiq muloqotimiz davrida mana shu yoshlarimizni o'zlariga qiziqtirgan savollari, takliflari va qanaqadir demak tushunmagan narsalar bo'lsa, o'shalar bemalol ayta olishdi. Ya'niki videoroliklar taqdimoti bo'lib o'tdi. Mana shu videoroliklarda ham biz shunaqa holatlarni ko'rib o'tdikki, biz yanada sergaklikka chorladi va shu orqali ham yoshlarimizga bugungi kunda yo'l harakatlarida xavfsizlanish, bu piyoda bo'ladimi, yoki o'sha avtomobil harakatda bo'ladimi, o'shalar barchasida tartibli harakat qilishlari alohida aytib o'tildi. Samimiy suhbat ruhida o'tgan tadbir so'ngida o'zining intiluvchanligi, mustaqil fikrlash qobiliyati, har tomonlama bilimdonligi, yo'l harakati qoidalarini targ'ib qilishdagi hissasi uchun bir guruh yoshlarga viloyat prokurori hamda Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining tashakkurnomasi, esdalik sovg'alari topshirildi. 5 ta sertifikatni ham qo'lga kiritib, 189 ball bilan muddatidan oldin Toshkent tibbiyot davlat akademiyasiga grant asosida qabul qilindi. Shu munosabat bilan ushbu esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Yo'l harakati xavfsizligi xizmati tarixi aks etgan muzey bo'ylab qilingan sayohat ko'pchilikda yaxshi taassurot qoldirdi. Bu esa o'z navbatida kasbga yo'naltirish hamda yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga ham xizmat qiladi. Ushbu kabi uchrashuvlar yoshlar bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirish, huquqbuzarlik va jinoyatchilikni oldini olish, ularning muammolarini o'rganish va hal etishda muhim ahamiyat kasb etadi shubhasiz.